Barchaga assalomu alaykum. Xo'p, video yozish qiyin ekan-ku degan insonlarga. Bo'ldi, tushunib oldim. Pauza qayerda, nima qayerda. Siz ham birinchi tushunib oladigan narsangiz pauza qayerdaligini topish va uni juda ham tezlikda bosishga ulgurish. Asosiy masala shu. Qolgani hammasi odatdagidek ketaveradi. Как всегда. Biron bir yangilik o'zgarish qo'shish yo'q. Ya'ni oldin qanaqa ko'rinish bergan bo'lsak, undan keyin ham shunaqa ko'rinish beraveramiz do'stlar. Bitta polniy qanaqadir o'zgarishlar bo'lib ketish haqida hech qanaqa qo'shimcha yo'q. Shunchaki video olasiz, tamom. Men qisqa video oldim, to'g'risi. Futbolga ham kiyib olaylik do'stlar. Futbolga ham kiymadim. Ya u ishlamaydi. Hop. Bugun uyga ham o'tmadik nariyoqqa. Ertaga endi o'zim kirib chiqaman-da. Video olish qiyin deganlarga nimasi qiyin ekan video olishda deb turib 1 soatlik video qilishga qaror qildim. Nimasi qiyin video olishda? Kim nimadan qiynalyapti yozishi mumkin kommentariyaga, izohlarga. Megabayt yetmayaptimi? Ijtimoiy tarmoqqa joylashga yoki sabringiz yetmayaptimi? Yo kimdir xalaqit berib qolyaptimi? Nima bo'lyapti? Telefoningizda joyi yetmay qolyaptimi? Balkim qo'shimcha 128 talik fleshka olarsiz. Nima bo'lyapti? Odamlar meni ko'rmaydi degan qo'rquv bo'lyaptimi? Yo noto'g'ri tushunadi degan, noto'g'ri fikrda bo'ladiganlar o'ylantiryaptimi? Baribir ham noto'g'ri fikrdagilar bo'laveradi. Noto'g'ri fikrdagilar tug'ilibdiki noto'g'ri fikrda. Ular fikrlari to'g'rilanib qolmaydi, sizni ko'rsa ko'rmasa. Ular shunaqa yashaydi shu bilan. Banda ham bor bitta ikkita maymunlar. Jinniga o'xshab telefon qiladimi? Bo'taman bekorchiman. Gaplashib o'tirishim kerak gap sotib. Aytib o'tdim, bundan keyin jilet qilmayman. Nima deydi? Erkak qo'y deb o'tirmayman. Blokka ketadi bo'ldi. YouTube'da qanday blokka ketgan bo'lsa, hayotda ham shunday blokka ketaveradi. Mana shu narsaga o'rganasiz, tamom. Boshqa ilojingiz yo'q. Ularga tushuntirib, meni ishim bor, baraka topkursan, menga xalaq qilyapsan. Bezovta qilyapsan deb aytib o'tirish shart emas. Raz blokka tiqvoring, tanimaysizmi, bilmaysizmi? Nima aloqasi bor sizga? Nima keragi bor?
Даже taniganlaringizni blokka tiqib oling agar xalaq qiladigan bo'lsa ishingizga-da masalan. Nima muammo? Shundayam biron bir muammo bo'layotgan bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Menimcha bundan keyin muammo chiqmaydi. Agar yana sizni bezovta qiladigan bo'lsa, o'sha 102 qilib turib berib yuborsangiz bo'ladi. Bezovta qilyapti shunaqa. Qo'ymayapti meni. Keyin o'zi javobini beraveradi. Men do'stlar shu paytgacha 100% u yerimman. Birovga aloqaga chiqmaganman. Menga aloqaga chiqqan bo'lishi mumkin. Men o'rtada vaqtim ham yo'q, ishim ham yo'q, keragi ham yo'q to'g'risida. Tim bo'ldi meni yetarlicha o'zimga yarasha ishlarim bor, o'ylaydigan, qiladigan. Bir soatlik efir anaqa video olamiz do'stlar. 1 soatlik video. O'shaning uchun qolganlar o'rgansin bu narsani. Обязательно nimanidir tiqishtirish shart emas. Videolaringiz juda bachkana bo'lib ketishi ham kerak emas. Просто o'zingiz chiqing bo'ldi. Vahima qilmasdan, o'zingizni tinchlantirgan holda. Hech kim sizni yeb qo'ymaydi, hech kim sizni olib qochib ketmaydi. Hech kim sizni so'kmaydi, urmaydi. Qo'rqmang. Yomon ish qilmayapsizmi? Просто video chiqaryapsizmi? Faqat aytib o'tganimdek bo'lar bo'lmas narsalarni qo'shmang bo'ldi. Yaratuvchilar bilan qanaqa muomala munosabat qilasiz aytib o'tib ketdim, qisqagina qilib, lo'ndagina qilib. Ularga bundan ko'p. Bitta shu blok tugmasi yetadi. Shu siz bilan bizni marhamatimiz. Blokka saqlab qo'yamiz. Kimnidir yuragimizga, kimnidir blokka. Bo'ladi-ku, yurakka ham yaqin oladigan odamlarimiz. Ular sizni obunachilaringiz bo'ladi, like bosayotganlar bo'ladi. Bu ijtimoiy tarmoq do'stlar. Bu yerda sizga kimdir kamdan kam odam davay yaxshi ketyapsan deydi. Ko'pchilik negativda bo'ladi. Ayniqsa boshlanishida. Sababi boshlashingizda sizni o'zi ko'pchilik ko'rmayotgan bo'ladi. Shunchaki bitta ikkita odam o'yin qilayotgan bo'ladi. Bo'ladi-ku, bitta ikkita maraz bo'ladi. Boshqa nomlar bilan, boshqa raqamlar bilan balkim sizni bezovta qilishi mumkin, lekin u maraz bitta odam. Unaqalar ko'p bo'lmaydi. Ular adashib tug'ilib qolganlarligi bexosdan. Bilmayman nima bo'lgan ularga, tushib ketganmi. Yiqilib tushganmi bilmayman, udar yegan miyasiga. Travma точно bor-da miyada. Sababi siz bilan biz sog'lom inson sifatida kimdirga aloqaga chiqmaymiz bekardan-bekarga. Yoki bekardan-bekarga kommentariy yozmaymiz. Zo'r bo'lsa zo'r, yaxshi chiqmayapti bo'lsa yaxshi chiqmayapti. Ortiqcha gap so'z qilib, o'shani YouTube kanalida yashab yoki u bilan shu datda tanishishga harakat qilib, nima qilyapsiz, nima qo'yapsiz? Sen kimsan mendan отчет so'raydigan? Akammisan, ukammisan? Shunaqa tentak bolalar bor-ku. Ko'p emas, lekin bor normalniy. Bitta ikkita bor. Balki 3-4 ta ham chiqadi.
Bloklayverasan, qaytib qolaveradi. Bloklayverasan, qaytib qolaveradi. Qo'y deysan, qo'y deysan. Endi har doim qilmaydi ular ham. Ular ham biladi, kunda bir marta qilsa ham haligi jinnicha vaqtda qiladi-da. Yo ertalab qiladi, yo kechqurun qiladi. Bo'shaganda qiladi-da, tushunyapsizlarmi? Как будто uni bo'shagan vaqtiga men bo'shab turishim kerak. Yoki bo'lmasam sizni bo'sh vaqtingizni so'raydi. Tentak, sen bilan gaplashgim kelsa, men o'zim telefon qilmaymanmi? Bo'ladi-ku, odamda gapi bo'lsa yo gaplashgisi kelsa, o'zi telefon qiladi. Gaplashgisi kelmasa, o'rtoqlar vaqtim yo'q deb yuboradi, bo'ldi. Shunga tog' miya tushunish kerak-ku, miya yetish kerak-da unga. Unikilar yetishmaydi, tushunmaydi, qilaveradi. Nima gap? Yaxshimi? Sanga nima yaxshimi, yomonmi? O'zini kimdir deb o'ylaydi-da, kimdirlar. Nimadirlarni o'zgartirib olishim mumkin deb o'ylasa kerak. Yana bitta ikkita ahmoqlar bor. Shotingizga qancha tashab qo'yay deb telefon qiladi. Shotiga tashayotgan odam tashiydi, kim tashaganini ham bilmay qolasan-da. Ehson degan narsa nima deydi? Sadaqa boshqa, ehson boshqa, o'rtoqlar. Sadaqa, ehson farqi yo'q. Nomi qanaqa aytilinishidan qat'iy nazar, yaxshilik uchun kimnidir puli yo'qligini bilib turibsizmi, qilinadi. Sharoiti yo'qligiga. Menda alhamdulillah sharoit bor. O'zim qo'l-oyog'im butun. Men ularga ham shunaqa aytganman. Kim bo'lishidan qat'iy nazar demoqchiman-da. Menda hamma narsa yaxshi. Sen bezovta bo'lma. Iloji bo'lsa qaytib meni bezovta qilma. Sababi menga unaqa odamlar yoqmaydi. O'zicha puli bilan maqtanmoqchi bo'ladigan. Bitta unda pul bor deb o'ylaydi shekilli. Befarosat. Endi do'stlar aytyapman, ular shunaqa qilmoqchi bo'ladi. Masalan, qaysi sog'lom odam 12:01da telefon qilsa so'kib yuboradi-da, onneyni deb so'kib yuboradi-da, aniq so'kib yuboradi. Ular shu yoqqa olib ketyapti. Shunga olib boryapti. Meni so'ksin, men keyin nimadir qilaman degan niyatda. Ular meni lo'q deb o'ylayapti-ku. Men kimnidir so'kmayman. Da pashov deyman, bo'ldi. Yo'q bo'lib ket, yo'qolib ket deyman. O'zing bilan o'zing blokda gaplashib yuraverasan. Boshqa narsaga arzimaydi-da, o'rtoqlar. Bir marta imkon beraman men bilan gaplashish uchun. Telefon qildi, o'zini tanishtirib o'tdi, ishlaydi, ishlamaydi. Qayerdan, yoshi nechida? To'g'ri gapirsa, haligi ichib olgan, chekib olgan, alahsirayotgan odamlar telefon qilib qoladi. Ular aslida nima deydi? Yomonligi yo'q, do'stlar. Men ularni yomonlayotganim yo'q. Shunchaki ularga farqi yo'q. Beg'am odamlar deydi-ku, haligi bordir balkim sharoiti, puli bordir, bilmayman, meni xabarim yo'q. Haligi tuppirib qo'yganda seni vaqtingga. Uxlaysanmi, dam olasanmi, oilang bilanmisan, ishdamisan? Ras telefon oladi, bo'ldi. Telefon qilgisi kelib qolsa bo'ldi. Unaqasi mumkin emas, do'stim.
Shahar bedarvoza emas, sen o'zingni kimdir deb o'ylayapsan shekilli vaqtinchalikka. Va bu oz qoldi. Sen o'zingni kimdirman deb o'ylayotganligingga. O'shaning uchun hurmatli do'stlar, aytaman-da, pul topib aql topmayotgan odamlar ham yo'q emas do'stlar. Chunki aqlli insonlar bir-biri bilan gaplashishni biladi. Nimani gaplashmoqchiligingni ayt, bo'ldi. Shunga tushunmaysan, ha. Telefon qiladi-da, nimani gaplashmoqchiligini tushunmaydi o'zi ham. Aytib o'tganimdek bir xil ko'rishmoqchi bo'ladi. Sen jinniroqmisan bilmayman. Men sen bilan ko'rishib nima qilaman? Nima to'q menga ko'rishib, gaplashib. Senga nima to'q? Men ko'ringan itni uyimga olib kirishim kerak emas-ku, do'stlar. Bo'ladi-ku, daydi mushuk itlar. Men masalan kimdirga aloqaga chiqib ko'rishaylik, sanikida kirib yotib olay. Menimcha u qanaqadir boshqacha joyda yashasa kerak. Apshagadan. Men uyimga o'rtoqlar, begona, jinni ketdi odamlar taklif qilmayman-da, to'g'risi. Normal, sog'lom odam bo'lsa, meni oilam bor, masalan, bolalarim bor, mehmondorchilikka borsam bo'ladimi? Qayoqda qolganligi bo'lmish, sifat. Puli bormi yo'qmi farqi yo'q, o'rtoqlar. Oilasi bo'lmasa bir tiyin odam. To'g'risi-da. Endi nima sababdan yo'qligiga ham bog'liq-da. O'zi daltonik bo'lsa, kontujinli bo'lsa, sal unaqa odam bilan конечно hech kim yashamaydi. U bilan hech kim gaplashmaydi ham. O'rtoqlar, qarash kerak. Men har doim aytaman. Sog'lom odamlar kam, do'stlar. O'zingizni jinnilardan ehtiyot qila olsangiz, asrab avayla olsangiz, ijtimoiy tarmoqda yuring. Bo'lmasam bir chekkaroqda yuring. Sababi do'stlar, siz bilan bizga o'xshagan insonlarda haligi uncha ko'p narsalar bo'lmaydi. Shunaqa jinnilarda ko'proq narsa bo'ladi, chunki unda aql yo'qda, u любой narsa qilib ketaveradi. Men buni shaxsan guvohi bo'lganman o'zim. Normal, здоровый do'stim bor. 2-3 ta jinnilar bor. Kelyapti-da, o'rtog'im bilan tortishmoqchi bo'lyapti. O'rtog'im aytyapti, bular jinni deyapti. O'rtog'i ham aytyapti. Yana bir tanishimiz, sen jinni bilan urushmaysan-ku deyapti. Unga jinniga ruxsat berilar ekan urushga. Unga любой narsa qilsa, bu jinni degan pasporti bo'lar ekan. Sen bilan biz sog'lommiz-ku. Masalan, deylik, jinniga qarab turib, men qizimga ham aytganman. Sen jinnisan deb qo'ysangiz, bo'ldi, jinnisi yonadi o'sha payt. U o'zi biladi rasman jinniligini. Qog'ozi bor qo'lida. Lekin unga farqi yo'q, siz uni haqorat qildingiz. Men o'ylayman, unaqa darajada jinni yoki nosog'lom odamlar menga aloqaga chiqmaydi-yu. O'zlaringni o'shanaqa tutmanglar degan ma'noda aytyapman. Ya'ni sog'lom odam vaqtga qaraydi.
kimga telefon qilayotganini bilib qiladi. Ukammi bu, qarindoshimmi bu, begona bo'lsa telefon qilsam bezovta bo'lmaydimi? Xijolat bo'lib qolmaymanmi? Xijolat ham bo'lmaydi-da, beparasat. Tikka telefon qiladi. Bir marta blokka tushyapsan, 2 marta blokka tushyapsan. Tushun bo'ldi, san o'sha Nikitosan, hech kimsan. Ya bo'lmasam yana bir marta gaplashib qolganda nasib qilib qoladi-da. Boshqa raqamdan qilib qolsa o'rtoqlar ko'tarasiz-ku. Gapingni gapirib ol, ichingda qolib ketmasin. To'g'risi-da. Ko'rishaman deydigan gaping bo'lsa, u gapingni yig'ishtir. Ayoling bilan, bolalaring bilan, qarindoshlaring bilan, ota-onang bilan ko'rishasan. Men bilan emas, men senga hech kimman. Shu narsani bilib olgin. Sen ham, boshqasi ham bu hammaga tegishli bo'lgani uchun aytib o'tib ketyapman. Men bilan faqat YouTube'da ko'rishishing mumkin. Do'stlar, yana bir marta qaytarib aytib o'tib ketaman. Nima niyati bor, men to'liq tushunmayapman. Bir xilla telefon qiladi. Nima yordam, nima xizmat? Yo, akajon, joningiz sog' bo'lsin. O'zingiz tomonda qiynalgan, bir muhtoj bo'ladigan inson bo'ladigan bo'lsa, yordam berib yuboring, bo'ldi. Men 4 mucham sog'. Mabodo ishlolmay qolsam, Xudo ko'rsatmasin, o'shanda ham men YouTube'ga chiqib aytsam kerak, kimda yordam bo'lsa, men bu kartaga tashlashlaring mumkin debman. Alohida bitta odamga aloqaga chiqib, aka yaxshimisiz, yordam beraman degandingiz. Aynan o'sha yordam beraman degan odamlarga o'rtoqlar men 100 buraman. Sababi do'stlar, hech qachon shuni unutmanglar, bilib qo'yinglar. Harom odam bo'lsa, padariga la'nat o'shanaqa odamni o'zini ko'z qilib yordam qilaman demoqchimi o'rtoqlar? Yordam qilmoqchimi? O'sha eng harom iflos odam bo'ladi. Hech qachon o'rtoqlar yaxshilik qiladigan, yaxshilik qila oladigan odamlar sizga ko'rsatib yoki aytib qilmaydi. Eng o'sha yaxshi emas odam o'sha bo'ladi. Ular o'ylaydi, ana tilidan garang qo'y, tilidan ilinib qoladi-yu. Tilidan ketib qoladi. Keyin o'ylanaveradi, nimaga men bilan gaplashmoqchi emas? Vроде men normalniy odamman-ku. Sen o'shanaqa deb o'ylaysan o'zingni prosta. Eng qizig'i do'stlar, unaqa odamlar boshqalar bilan gaplasha olmaydi. Boshqalar bilan gaplasha olmagani uchun siz bilan gaplashmoqchi bo'ladi. Как будто siz ham tuppoysiz. Unga o'xshagan, boshqalarga o'xshab uni ignor qilmasligingiz kerak, ya'ni inkor qilmasligingiz kerak, rad qilmasligingiz kerak. O'tirib olib gaplashishingiz kerak. Men kimnidir dardini eshitib o'tirayotgan odam emasman, do'stlar. Men o'zimni dardim o'zimga yetadi. Men aytganmanmi? Aynan bitta odamni nazarda tutib aytayapman-da. Senga men dardimni aytaman deb. Darding bo'lsa, ommaga chiqib ayt. Uni boshqa eshitadigan odam topilib qolar. O'zingga o'xshagan. Nima kechirasan, senga o'xshagan emasman. Dardlashib yuradigan, hasratlashib yurashadi. Kimdir bilan demoqchiman. Do'stlar, bo'ladi shunaqa insonlar, yaxshi odamlar ham bo'ladi. Men aytmayapman hamma jinni tentak bo'ladi.
yaxshi odamlar ham bo'ladi, siz bilan tanishmoqchi bo'ladi, ortiqcha gap so'zi bo'lmaydi. Gapini aytadi, o'zini to'liq tanishtiradi. Marhamat, gaplashaveradi. Nima muammo? U chekib olib turib, ichib olib turib, undoqmidi, bundoqmidi? Hazil qiladimi? Men agar sizlar nima deydi, xuddani bo'ladi-ku, men u bilan birga yashaymanda, uni ukasidek yoki akasidek hazil qilib ketaveradi. O'rtoqlar, hazil hammaga ham to'g'ri kelavermaydi. Tim bo'li o'zing tanimagan, bilmagan odamga lishni gapirma. Mazzangni qochib tashlaydi, ishon. Faqat andisha qilishi mumkin. Endi shu ham aloqaga chiqibdi, men haqimda noto'g'ri fikrga borib qolmasin. Ertaga yig'laydi-da bunaqalar. Men muxlis bo'lib, obunachi bo'lib aloqaga chiqdim, men bunaqa qildi, noto'g'ri qildi. Shunaqa ekan. Sen shunaqa qilishga majbur qilyapsan. Men odamga o'xshab bir necha martalab tushuntirib video qilib chiqyapman. Senga va senga o'xshaganlarga. O'zingdan o'zing tentakka o'xshab begona odamga aloqaga chiqma. Mabodo muomalang yoqib qolsa, tarbiyang bo'ladigan bo'lsa, sog'lom bo'ladigan bo'lsang, men o'zim qaytib chiqaman senga, ishon. Men o'zim sen bilan ko'rishishga harakat qilishim mumkin. Odam bilan ko'rishgisi keladi, do'stlar. Yana bir marta qaytarib o'tib ketyapman. Qo'lim ko'ksimda, akalar, ukalar. Menga kimdir aka xohlasangiz nima yordam bo'lsa qo'limizdan kelgancha deganlarga, do'stlar, qo'lim ko'ksimda. Lekin sizlar ham to'g'ri tushuninglar. Anaqangi tentaklar aloqaga chiqavergandan keyin bu ham xuddi YouTube'ga o'xshaydi. YouTube'da qancha ko'p negativ yozsa, qolgan normalniy odamlar ham yozsa pastdan u ham negativ degan fikrga borasiz. Bu ham tentaklarning bittasi degan fikrga borib qolishingiz mumkin. Bittasiz aloqaga chiqmaysizda, chunki bo'ladi-ku, masalan. Bu narsani tushunishingiz qiyin-da. Lekin men tushuntirib aytib o'tib ketyapman, noto'g'ri tushunib qolmasliklaring uchun. Yaxshi insonlar ham bor. Agar hamma narsani tushuntirib aytib ketmasangiz, do'stlar, noto'g'ri tushunib qolishi mumkin-da yaxshi odamlar. Nimaga men hech qanaqa g'arazim yo'q, niyatim tanishish xolos, gaplashish xolos yoki nima xizmat bo'lsa men turib berishga aloqadaman har doim degan ma'nodagi odamlarga aytyapman. Akalar, ukalar, opa-singillar, men sizlar haqlaringizda gapirayotganim yo'qman. Men biroz alkashroq, chakvoganroq, gapirayotgan gapini tushunmaydigan, bilmaydigan, o'zini tanishtirib o'tmaydigan, masalan, ishini tayini yo'q. Menga ish haqida yoki ishsizligi haqida ochiqchasiga borini boricha ayta olmasa, o'rtoqlar, bo'ldi, betayin. Tayini yo'q. Bo'ldi, u chorniy spiskada men uchun. Qora ro'yxatda banga ketadi. Nimadirni berkityaptimi kimdir, o'rtoqlar? Demak, bunga yaxshigina sabab bo'ladi. Shunga yarasha shu odam neta odam bo'ladi. Men hammadan so'rayman. To'g'ri, bitta ikkitasidan so'raydigan vaziyat bo'lmagan bo'lishi mumkin. Ya'ni yo ovqatlanayotgan bo'lganman, yo rulda bo'lganman. Lekin baribirga ham undagi farosat o'chmagan-ku. Men-ku boshqa ish bilan bandman. U nimadir qilib yotibdi. Bilmaysiz nima qilyapti. Sen o'zingni tanishtirib o't, nima ish qilasan, kimsan? Odamga o'xshab deyman-da. Aloqaga chiqayotgan bo'lsa, gaplashayotgan bo'lsa, men ham xuddi shunaqa gaplashaman. Lekin yaxshimisan? Yaxshi. Men shunday.
katta ertalabgacha gapiradi yoki kechgacha gapiradi. Quruq gap, 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 gap. Endi do'stlar shunaqa. Men jinni ketdi odamlar aloqaga chiqadimi, mutaxassislarga berib yuboraman bo'ldi. O'zlari gaplashib ko'radi. Sog'lommi, nosog'lommi, nosog'lommi, sog'lommi o'rtoqlar qilmasligi haqida aniq tushunchaga ega bo'ladi. 100%. Endi buyog'iga o'rtoqlar andisha qilish yo'q. Men uni onasiga qilmaganman, singlisiga qilmaganman, opa-singlisiga qilmaganman. Ya bo'lmasa aytib o'tganimdek qarindoshlarimni bezovta qilmaganman. Mabodo bezovta qilib qo'ygan bo'lsam, aytish kerak bo'lsa, meni bezovta qilding tanishimni. Shuning uchun men seni bezovta qilyapman. Men lekin videoda ham aytib o'tib ketdim. Hayotimda birovga aloqaga chiqqanimni eslolmayman. Menga aloqaga chiqishgan bo'lishlari mumkin. Bu ularni ishi. Kimdir menga aloqaga chiqishi chiqmasligini kimdir hal qilishi kerak bo'lsa, demoqchiman. Oldin hal qilish kerak-da. Men aytmayman-ku, o'rtoqlar menga aloqaga chiqmanglar. Yoki aytganmanmi menga aloqaga chiqinglar. Aloqaga chiqadimi, aloqaga chiqmaydimi demoqchiman o'rtoqlar. Hamma odamning o'zining ishi. Sizni gaplashishingiz, gaplashmasligingiz bu sizning ishingiz. Siz o'zingizga to'g'rimisiz? Любой telefon qilsa ko'taraverasiz. To'g'risida. O'shaning uchun har doim aytganman, to'g'ri yasha, rost gapir. Sen bilan hech narsa bo'lmaydi. Endi nima deydi? Men bunaqangi odamlarni juda ko'p martalab ko'rganman oldin ham. G'irtda bekarchi bo'ladi. G'irtda betayin odam bo'ladi. O'sha siz bilan gaplashib, hangama qilib o'tirgisi keladi. Qot qilib, bo'lar bo'lmas gaplardan gaplashib, ichib, chakib. Men bo'lsam unaqa odamlarni ignor qilaman o'rtoqlar. Xayr deyman, sog' bo'l, salomat bo'l deyman. Boshqa qaytib bir-birimizni bezovta qilmaymiz deyman. To'g'risi hamda. Juda ham ko'p ichadigan, chekadigan odamlar. O'tirib olib gaplashgisi keladi. Buni yomon joyi yo'q. Men aytmayapman sizlarga. Prosta bu menga to'g'ri kelmaydi. Bu menga yoqmaydi yoki kerak emas. Bu meni tanlovim, bu meni fikrim, meni qarorim. Agar kimdir bu narsaga qarshi bo'lsa yoki men ko'rishmoqchiman, menga sen ko'rishasanmi yo'qmi farqi yo'q deyotgan bo'lsa, marhamat. Yoki bo'lmasam o'zingni to'liq tanishtirib o't. Yaqindan tanishamiz. Juda yaqindan tanishmoqchi bo'lsang.